Assalomu alaykum barchaga. Andijon Tulikafon kanalining a'zolari, mana navbatda ishimizni ham xudo xolasa yakunlab beryapmiz. Kimgaki Tulikafondan xizmatlar kerak bo'lsa, vodiy bo'ylab xizmatlarimiz bemalol murojaat qilaverasizlar. Mana tanlovlarni ham qo'yib beryapmiz bu xonadonimizga. Xudo xolasa 203 kvadratli bo'lib bitishi kerak bu xonadonimiz. Xudo xolasa albatta o'pshi tugagandan keyin avzo qilib joylaymiz. Kimga foydali bo'lsa bir dona like tugmachalarini bosib, shu ustalarimiz mehnat uchun bir dona like tugmachalarini bosishni unutmanglar do'stlar. Xudo xolasa ko'rib turibsizlar, bir yangicha bir fasonlarda qilib yaratib qilyapmiz. Bu joyimizni albatta bitgandan keyin joylaymiz. Sizlar ko'rib baho berasizlar. Sizlarning bahoylar biz uchun juda qadrli baland qilib bo'ladi do'stlar. Mana yulduzcha shaxmatimizga yulduzcha do'ppilarimizni qo'yib, xudo xolasa ustalarimiz tarafdan go'zal bo'lib, holda bo'lib bityapti. Bu ishimizda do'stlar bir dona shurub ham ko'rinmaydi. Shurub orqasidan qatiriladigan fasonimiz. Bu joyimiz 17 metrga 4,5 darvozaxonamiz. Mana ko'rib turibsizlar, regellarni ham ashpka qilib o'rab, o'pchi bitgandan keyin ham joylaymiz. Xizmatlarimiz vodiy bo'ylab. Kanalimizga yangi bo'lsanglar obuna bo'lib qo'yishni unutmanglar. Bu ishimizda oqqa mokri rangidan foydalanyapmiz. Oqqa mokri bo'lyapti. Do'ppichalar esa